Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men navbatda ishimizni ham tugatib oldik. Xo'p, bu yerga ikkita rom qo'yib berganmiz. Biri 35 ga, biri 60 romlar bo'lgan. Ikki qavat aynak, o'rtadan bittadan ochiladigan qilganmiz. Tagiga qirali padovoniga ham qo'yib berganmiz. Xo'p. Bu yerda romlarimiz, romlarimiz общий uzunligi 10,5 bo'ldi. Bo'ylari 1,71. Xo'p, bu oralig'i 2-3 bo'lgan. 4 ko'z qilib bittasini ochiladigan qilib berganmiz. O'rtada ustullarni mana ko'rishingiz mumkin. Alki formula bir xil qilib, xudo xolisa chiroyli qilib berdik. Xo'p, verandamizda oynalari ham 2 qavat bo'lgan. Xo'p, oqqa yo'dvi oyna bo'lgan paket. Taglarini alki form qilib berganmiz eshigimizni. Xo'p, bu yerda eshigimiz 1,10 bo'lgan. Bo'ylari 2,60 bo'lgan. Xo'p, eshigimiz boqovoylari 80 dan bo'lgan. Splashni ko'z qilganmiz. Xo'p, bu yerda ham yana bitta eshigimiz bor, 1,10. Bo'ylari 2,50 bo'lgan buni. Buni ham shu 80 dan ko'zlari bor yanada. Xo'p, bu yerda chekadagi romimiz 2,70 bo'lgan. Bunimizni 5 ko'z qilib o'rtadan bitta ochib berganmiz. Xo'p, bu yerimizda kvadrati 20 kvadrat chiqqan, 700 ming so'mdan 14 millionga to'g'ri keldi. Xo'p, ichkarini ham bir qator tushuntirib o'tamiz. Ichkariga 20 lik padovonni qo'yib berganmiz. Karishnovoy. Xo'p, mana ichkaridan tashqarini ko'rinishi akalar mana. Xudo xolasa yorug'likni zo'r o'tkazadi. Orqalari ham mana cho'tki. Padovonilarni qo'yib berdik. Bu ustullarimizni orqasini ham alki form bilan o'rab berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Vidagasi o'rab bering. Bir xilda bo'lib qolsin deganiga bir yo'li bir xilda qilib o'rab berdik. 3 ta ustunning orqasini alki form bilan. Xudo xolasa chiroyli holati chiqdi. Go'zal holatda. Bularimizni ustullarimizni har bittasini 200 ming so'mdan o'rab berdik. Kelgan eshik ruchkalarni yaxshidan qo'yib berdik akalar. Xudo xolasa xizmat 3 yil garantiyalari bilan bor. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa ligirovkalari ham go'zal bo'ldi. Xo'p, akalar, bu yerimiz 14 millionga to'xtadi. Nariyada ikkita romimiz 1,8 million so'mdan 3,6 mingga bo'ldi. O'xshi hammasi 17,6 ming so'mga bo'ldi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlar bitkizib qo'yib beramiz.